2026-yil 1-apreldan boshlab ko'chmas mulk obyektlarini oldi-sotish shartnomasi hamda ishlab chiqarilganligi 10 yildan oshmagan M, N, O va G toifasiga kiruvchi transport vositalari hamda maxsus avtotransport vositalarini oldi-sotish shartnomasini rasmiylashtirish naqdsiz shaklda, ya'ni bank va notarius o'rtasida elektron ma'lumotlar almashish tizimi orqali amalga oshiriladi. Bunda taraflar kelishuvga erishilgandan so'ng xaridor yoki uning vakili bankka yozma yoki elektron shaklda murojaat qilib, o'zining nomiga eskrov shartnomasi asosida eskrov hisob raqami ochadi hamda taraflar tomonidan kelishilgan summa eskrov hisob raqamiga kirim qilinadi. Bu haqda bank fuqaroga ma'lumotnoma taqdim qiladi. Xaridor va sotuvchi yoki ularning vakillari tegishli hujjatlarni olib, oldi-sotish shartnomasini rasmiylashtirish uchun notariusga murojaat qiladi. Notarius hujjatlar bilan tanishib chiqib, eskrov hisob raqamida pul mablag'i mavjudligi to'g'risida tizim orqali elektron so'rov yuboradi hamda bu haqda ma'lumotnomani olgandan so'ng qonunchilikda belgilangan tartibda oldi-sotish shartnomasini rasmiylashtirib beriladi. Tasdiqlangan oldi-sotish shartnomasi elektron tizim orqali bankka ma'lumotnoma taqdim qiladi. Bank ma'lumotnomani olgandan so'ng sotuvchiga yoki uning vakiliga eskrov hisob raqamidagi pul mablag'ini naqd pul shaklda yechib beradi. Bank tomonidan xizmat ko'rsatganligi uchun bir martalik komissiya to'lovi, ko'chmas mulk obyektlari uchun 206 ming so'm, avtotransport vositalari uchun 103 ming so'm to'lov undiriladi.